Xlorka muhabbat kanali obunachilari, qizlar, bizda bugungi kunda chiqib ketayotgan birinchi reys pochtalarimiz soat 11 da chiqib ketadi. Har kuni pochtamiz Uspostdan 2:30 da chiqib ketadi. 2 mahal Uspostdan chiqaramiz. BTSlar har kuni bir mahal kechga chiqib ketadi. EMU va boshqa pochtalarimiz ham chiqib ketadi. Hozir men sizlarga Uspost pochtasi manzillarini ko'rsatib o'taman. Qaysi joylarda pochta filiallari bor? Navoiyda bor Uspost filiali, Toshkentda bor. Toshkentda rosam ko'p daraxtlarimiz. Tomonda Qashqadaryo Yangibog' tumanida bor. Mayli, yaxshi etib oling. Bu Samarqandga daraxt gullarimiz chiqib ketyapti. Qarshida bor Uspost. Bu keyingi mestasi. Bu ham Qarshiga. Sirdaryoda bor qizlar Uspost. Bu tomonda bu ham Qarshiniki. Bu tomonda yana Sirdaryoda bor. G'uzorga chiqib ketyapti bu pochtamiz. Payariqda bor. Payariqqa chiqib ketyapti. Bu ham Sirdaryoda keyingi mestasi. Bu ham Sirdaryoniki. Pochtamiz Samarqand, Payariq, Chelak shahriga, Navoiyga chiqib ketyapti. Bu Asakaga, bu mashinadan chiqib ketadi. Uspost ekan, Asakada ham Uspost filiali bor ekan qizlar. Bu Surxondaryo Oltinsoy tumaniga. Bu Samarqandda pochtasi chiqib ketyapti. Bu Andijon Paxtaobodga, Qashqadaryoga, Toshkent Oqqo'rg'onga. Bu ham Toshkent Yangiyo'lga qizlar. Xo'p, Qashqadaryo Yakkabog'ga. Bu ham Toshkent Oqqo'rg'on keyingi mestasi. Qashqadaryo Samarqand Nurobod tumanida pochta filiali bor ekan. Bu Navoiy o'ziga Uspostdan. Keyingisi Buxoro G'ijduvonga. Bu ham Buxoro G'ijduvon. Bu Samarqandga Uspostdan chiqib ketyapti. Bu ham Samarqand. Bu Sirdaryo, Termiz, Samarqand, Piskent tumani Amir Temurga Uspostdan chiqyapti. Qashqadaryo. Yana bu tomonda pochtalarimiz bor. Samarqand, Payariqqa chiqib ketyapti. Pochtalarimiz mana shu Upakovkada ketadi. Toshkent Ohangaron tumani. Keyingi pochtamiz kichkina ozgina narsalarni ham dastavka qilib beramiz. Toshkent Qoraqamishga BTSdan chiqib ketyapti ekan bu pochtamiz. Silikon chiqib ketyapti Qashqadaryoga. Bularni ko'rsatdim. Tomonda Toshkent Piskentga. Buxoro Olot tumanida Uspost bor ekan qizlar. Bu Jizzax G'allaorolda Uspost bor. Samarqand, Toshkent Piskent, Shahrisabz. Bu Qashqadaryo. Bunisi ham Qashqadaryodan chiqib ketyapti. Bu Toshkent Yangiyo'lga chiqib ketyapti ekan. Qashqadaryoga. Bu Toshkent Bo'kaga chiqib ketyapti. Bu pochtamiz Samarqandga chiqib ketyapti. Tomonda yana pochtalarimiz bor. Chustga bu mashinadan chiqib ketadi. Bu ham Asakadan mashinada chiqib ketadi. Bu soat har kuni 11 da chiqargan pochtalarimiz. 2:30 da ikkinchi reys pochtalarimiz chiqaramiz. Kimga qancha tovar kerak bo'lsa, dastavka qilib chiqarib beramiz. Объемda yuklarni katta yuk mashinalardan chiqarib beramiz. Burada savatlar kelgan.
konuslarimiz chiqib ketyapti. Dastavkaga konuslar kelgan. Adashmasam olti xil rangi, qora rangi kelgan. Rozoviy rangi kelgan. Fioletoviy rang kelgan. Mana shunaqa beauty love yozug'i bor. Qizil rangi, oq rangi va ko'k ranglari keldi sotuvga. Kimga qancha kerak bo'lsa sotuvda bor. Vaqtli atirgullarimiz kelgan. Vaqtli atirgullarimiz, donali atirgullarimiz konuslarga ham tushadi. O'zini prozrachniy salafanlarga o'rasalar ham bo'ladi va har xil buketlar tayyorlasalar ham bo'ladi. Oq rangi keldi. Rozoviy pudra rangi kelgan qizlar. Qanaqa chiroyli. Tonirovkali rozoviy pudra rangi, qizil rangi kelgan. Chin qizil rangi. Oq rangi keldi. Bu tomonda oq rangi. Ko'rsatdim. Va fuksiya rangi kelgan. Fuksiya rangimiz. Qanaqa chiroyli. Fuksiya rangimiz kelgan. Yana bizda rosa ham yangiliklar ko'p. Magnoliyalar kelgan yangicha variantda. Magnoliyamiz qaranglar, gullari ham, barglari ham gelviy. Har xil ranglari kelgan, bo'yi uzun, katta daraxtlar tayyorlasalaring bo'ladi. Rozoviy rangi chiroyli, fioletoviy ranglari, qizil. Yana bir xil chiroyli rozoviy rangimiz bor. Mana qanaqa chiroyli. Gelviy, mo'yshiz ishlatasizlar. Chang bo'ladigan joylarga ham bemalol daraxtlar tayyorlab qo'ysalaring bo'ladi. Yana buni bir ikki xil ranglari bor. Bu yerda oq rangi bor ekan. Mana o'rtasi lime svetda. Oq rangi ham rosa chiroyli chiqadi. Klientlarimiz yangilik qilib daraxtlar yasab tayyorlashdi. Telegram kanalimizga joyladik. Telegram kanalimiz Izalon Fergana. Bu yerda osma gullarimiz bor. Savatlarimiz kelgan qizlar. Savatlarimiz har xil razmerlarda, kimga qancha kerak bo'lsa, pishiq puxta qilib tayyorlatganmiz. Har xil ranglar bor. Bu yangi skladimiz bo'lgani uchun hali ko'p ta'mirlashga ulgurmadik. Hali chalishlarimiz ko'p. Rozoviy ranglari 5 xil razmerda kelgan. Kattalarni alohida qilib qo'yganmiz. Buni kichkina razmerlari ham bor. Avvalgi partiyalarimizda kelgan. Har xil ranglari bor. Kimga qaysi rangidan kerak bo'lsa, Telegram kanalimiz Izalon Fergana kanalimizda hammasini rasmlari bilan joylab qo'yganmiz, narxlari bilan birga. Yana yangilik gullarimiz ko'p kelgan. Bularni Telegram kanalimizga qo'ydik hammasini, lekin YouTube'ga video joylalmadik. Shunaqa chiroyli kiyimlarimiz kelgan. Bularni hammasini vitrina qilib olganman qizlar. Hammasini vitrinadan sizlarga ko'rsatib beraman. Mana shunaqa atirgullarimiz kelgan. Har xil rangi bor bu atirgullarni. Bulardan kelgan. Fuksiya ranglari keldi. Ko'k ranglari keldi. Ko'pchilik ko'k rangni yoqtiradigan qizlarimiz. Fuksiya, qizil ranglari kelgan. Yangiliklar rosa ko'p, rang-ketin kelyapti. Anchasini sotib ulgurdik. Atlas lolalarimiz, bu yerda golland atirgullarimiz kelgan. Rosa ham sifati zo'r. Hamma ranglari bor.
lolalar kelgan. Bu lolalarni obzor qilganman. Yangilik lolalar bilan. Atlas lolalar. Atlas lolamiz hamma klientlarimiz biladi. Juda ham sifatli. Egilib qolmaydi, gullari osilib qolmaydi. Qalin seriyada tanasi tayyorlangan. Hamma ranglari bor. Narxi 7000 so'mdan donaga. Optimga kelishamiz. Hamma ranglari bor qizlar atlas lolalarimizni. Piyoda ramaskalarimiz narxi 11000 so'mdan. Buni ham har xil ranglari kelgan. Bularni ham vitrinadan ko'rsatib beraman. Yangiliklar ko'p qizlar. Barxtli atirgullarimiz kelgan. Bu atirgullarni ham har xil ranglari bor. Qizil ranglari, xadavoy ranglari bor. Golovkasi tushib qopti. Mana shunaqa chiroyli golovkali atirgullarimiz bor. Bular golovkasini o'zi sotilmaydi qizlar. Mana shunaqa vetkada bo'ladi. Qaysidir guldiki tushib qolgan. Bunaqa atirgullar kelgan. Bular ranglarini ochib qo'yganman. Ko'rsataman ichkarida. Rosa chiroyli. Kashfuga bemalol to'ldirsalaring bo'ladi. Ro'zvi rangi bor. Qaranglar qanaqa chiroyli. Gvazdikalar kelgan. Gvazdikalarni ham hamma ranglarni ko'rsatib o'taman. Bu tomonda barxtli atirgullarimiz kelgan. Ikki shoxli orxideyalar bor qizlar. Kimga kerak bo'lsa kalalar bor. Har xil ranglari bor kalalarni. Bu joydan pachkani ochib qo'ymanglar desak, baribir klientlar kelib shunaqa ichkaridan ochib qo'ygan joylarimizni ko'rmasdan olishadi. Bu 5 shoxli orxideyalarimiz har xil ranglardan kelgan. Narxi 11000 so'mdan. Barglari ham bor. 5 ta shoxida orxideyalari ham bor. Buncha atirgullar kelgan. Bu safar YouTube'ga ko'p video joylanmayapman qizlar. Ishchi kuchi yetishmayapti bizda. Klientlar tovarlarni tayyorlashga gel va orxideyalar kelgan. 5 shoxdan buni ham har xil ranglari bor. Shunaqa yong'oq bargmi? Shunaqa barglarimiz bor. Gitaralar. Bular nomi gitara. Gitaralarimiz bor. Bu tomonda to'liq daraxt gullarimizdan bor hammasidan. Yo'q, katta. Yangilik gullar bor bu tomonda ham. Rosa chiroyli piyon gullarimiz kelgan. Mana shunaqa. Qaranglar qanaqa chiroyli piyonlar kelgan. Har xil ranglari kelgan. Ramashka buketlar kelgan. Ularning ham ranglari bor. Buket atirgullar kelgan qizlar. Bularni korobkada ko'rsatish noqulay. Hammasini obrazlarini ko'rsatib o'taman yoki Telegram kanalimizga tezgina ulanmasalaring. Shoxli orxideyalar bilan hammasini rasmlar bilan joylab qo'yganmiz. Qizlar semichka gullarimiz bor bu tomonda. 8000 so'mdan vetkasi. Rosa chiroyli. Tomonda ochiq ham bo'lishi kerak. Semichka vetkalarimiz. Bular ochib parlanadi, katta bo'ladi. Narxi 8000 so'mdan vetkasi. Kameliya gullarimiz bor. Gelvi. Salom Fergana kanali obunachilari qizlar. Bugungi birinchi reys
pochtalarimiz tayyor bo'lib qoldi. Nazokat Uspostdan Buxoro G'ijduvonga chiqib ketyapti. Keyingi yukimiz Andijon Xo'jaobodga, Uspostdan bor Xo'jaobodga ham, Kosonsoyga 12 pochta bilan chiqib ketyapti. 90% yuklarimiz Uspost bilan chiqib ketyapti qizlar. Buxoro G'ijduvonga keyingi mestasi. Qashqadaryo Qarshida ham bor qizlar. Mana Uspost sinadigan tovarlarga sinadi deb yozib qo'yamiz. Andijonda Uspost, bu ham Andijonga mashinada ham chiqaramiz. Uspostdan ham chiqaramiz. Tojikistonga bu chiqib ketyapti. Bu Olmaliqda yuk ekan. Gazollarimiz ham bor sotuvda. Bu Olmaliqda Punchimestasi. Bu Qashqadaryo Shahrisabzga ham Uspostdan chiqib ketyapti qizlar. Bu tomonda yana yuklarimiz bor. Buxoro Peshku tumaniga ham Uspostdan bor filiallari. Keyingisi bu ham Buxoro, shuni birinchi mestasi Peshku tumani. G'uzorga Uspostdan bor, G'uzorga ham pochtasi. Bu Qarshida ham bor mana qizlar. Usposti hamma viloyatlarda, hamma shaharlarda, rayonlarda, hamma joyda bor Uspostga. Samarqand Oqdaryo tumanida ham Uspost bor ekan. Samarqandda va yana Qashqadaryo Gulmira Uspostdan bilan chiqib ketyapti. Angrenga ham mashinadan deb yozgandik. Buni ham Angrenda ham Uspost filiali bo'lgani uchun, Uspostdan arzon borgani uchun Uspostdan chiqaryapmiz. Bu Toshkent Piskent. Bu birinchi partiya yuklarimiz. Bular dastavkalar, bular Qo'qonga, bular Marhamatga ekan. Sizlar Andijonga, Andijon Marhamat tumaniga pochtalarimiz chiqib ketyapti. Bu yerda kashbolarimiz bor. Bu yerda gullarimiz bor. Lorika Muhabbat kanali obunachilari, qizlar bizda yangicha variantda magnoliya gullarimiz kelgan. Rosa chiroyli. Ranglari ham chiroyli. Bo'yi 1 metrdan oshiq. Mana tanalari ham xuddi tabiiyga o'xshaydi. Eng hadavoy ranglaridan olib kelganmiz. Parlab, ishlov berib, barglarini ochib, katta daraxtlar tayyorlasalaring bo'ladi. Bu rangi keldi. Rosa chiroyli qizlar mana. Oq rangi keldi. Oq rangiga ham mana laym barglari rosa chiroyli mos kelgan. Bu tomonda yana ochiq ro'zviy ranglari kelibdi. Bu ham chiroyli. Haqiqiy magnoliyani gullarini bargi shunaqa bo'ladi. Keyingi rangimiz bu rang ham chiroyli qizlar mana. Boshidagi barglari katta gullari keyin sekin kichiklab ketgan. Mana bu tomonda ochiq holati. Yana burada mana bu ranglari kelgan qizlar mana. Bulardan soni ko'p. Kimga qancha kerak bo'lsa, bu tomonda ekan dastavka qilib chiqarib beramiz. Salom Fergana kanali obunachilari, qizlar, pochtalarimiz chiqib ketyapti Buxoroga, Samarqand vokzaliga, Mohigul Buxoroga chiqib ketyapti. Bu Mohigul Buxoroda ikkinchi mestasi. Mana ob'yomda yuk olishgan. Bu yana Farangiz Buxorodagi. Bu Toshkentga chiqib ketyapti. Urgutga chiqib ketyapti. Xo'p, Toshkent Bo'kaga chiqib ketyapti. Mana kichkina pochtalarni ham chiqaramiz qizlar. Kosonsoyga, Surxondaryoga, Qashqadaryoga, Andijonga,
Ishtixon tumaniga, Samarqand viloyati. Bu yerda katta palmalar Qashqadaryoga chiqib ketyapti. Daraxt gullarimiz. Bu tomonda yana Navoiyda pochtalar chiqib ketyapti. Bu ham Navoiyga ekan. Qashqadaryoga. Bu Denovga. Qashqadaryoda ikkinchi mestasi, Navoiyga, Selkon chiqib ketyapti, Jizzaxga. Jizzax G'allaorolga chiqib ketyapti. Bu tomonda yana pochtalarimiz ko'p qizlar. Samarqand Kattaqo'rg'onga chiqib ketyapti. Bu ham Payariqqa chiqib ketyapti ekan. Buni tagida yana pochtalar bor. Bu tomonda yana pochta dastavkalarimiz bor. Manzillari ko'rinmadi. Jizzax G'allaorolga ekan. Bu birinchi ob'yomda chiqib ketayotgan yukimiz. Yana keyingilarini obzor qilib beraman. Bizning Fergana kanali obunachilari, qizlar, dastavkalarimiz chiqib ketyapti. Bular dastavka, pochtalarimiz sal keyinroq chiqib ketadi. Andijonga, bu pochta Surxondaryo Angorga, Uspostdan pochtalarimiz, Xolboy Safarov, Andijon Qo'rg'ontepa, bu ham Andijon. Bu Namangan. Soatdan keyin Uspost pochtalarimiz chiqib ketadi. Kechqurunga BTSlar chiqib ketadi.